Xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining navbatdagi 16-sessiyasi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Sessiyada deputatlar, tuman tashkilot va idoralar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiya kun tartibiga bir qator muhim masalalar kiritilib, ular yuzasidan atroflicha muhokamalar olib borildi. Jumladan To'rtko'l tuman prokurorining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-martdagi PK 111-sonli respublikadagi kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan tumanda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi axboroti. 2025-yilning 9 oy davomida tumanda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, shuningdek og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyat holatlari yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti. Yoshlar muammolarini o'rganish, ularni hal etishga ko'maklashish hamda yosh avlodning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi masala. Tuman adliya bo'limi boshlig'ining 2025-yilning 9 oy davomida tumandagi davlat organlari va tashkilotlarining qonun ijodkorligi hamda huquqni qo'llash amaliyoti holati yuzasidan axboroti. To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasida korrupsiyaga qarshi kurashish va korrupsiyaviy omillarni oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan choralar haqida ma'lumot. Aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini 2026-yilda ishga joylashtirish uchun eng kam ish o'rinlari sonini belgilash va zaxiraga qo'yish masalasi. Tuman mahalliy budjetining 2025-yil 9 oylik ijrosi to'g'risidagi hisobot. Tashabbusli budjet jarayonining 2025-yil 3 choragi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman iqtisodiyot va moliya bo'limining axboroti. Mahalliy budjetdan moliyalashtirilgan tashkilot va muassasalarning 2025-yil 3 chorak xarajatlar, smetalariga o'zgartirishlar kiritish, ish haqqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar bo'yicha yetishmayotgan mablag'lar miqdorini aniqlash hamda samarasiz shtatlar va xarajatlarni ma'qullashtirish masalalari. Sessiya davomida deputatlar kun tartibidagi masalalar yuzasidan o'z fikr va takliflarini bildirib, tegishli mas'ullar bilan savol-javoblar olib bordilar. Sessiya davomida kun tartibidagi barcha masalalar to'liq ko'rib chiqilib, deputatlar tegishli qaror qabul qildilar.